O'zingizni chiroyliman deb hisoblaysizmi? Siz aslida juda xunuksiz, hatto badbasharasiz. Kim aytdi bu haqiqatni? Oyizlam. Qizim, sen silishkim chiroylisan, sendan boshqalar xunuk dedimi? Men ham qaysidir onaning bir farzandiman. Onam uchun men ham eng chiroyli ayolman. Bu go'zallik standartini kim o'ylab topgan, ayting? Qayerda yozilgan qonun bor? Mamnaqa bo'lsa chiroyli bo'ladi, mamnaqa bo'lsa badbashara bo'ladi. Go'zallik ham bu modadagi gap. O'rta asrlarda peshona kattaligi, chiroylilik bo'lgan ayollar mana yoqqacha sochini qirib tashlagan. Qoshi yo'qlik moda bo'lgan. Mona Lizani eslanglar. O'shunaqa ayollar peshonasi katta, qoshi yo'q bo'lsa chiroyli hisoblangan. Semiz ayollar chiroyli hisoblangan. Hozir kunga kelib labi katta, ko'ti kattalar chiroyli hisoblanyapti. Bu modaga o'xshagan narsa. Siz qayerdan bilasiz? Balki Alloh hammani tik yaratib tashlagan, men yaralayotgan paytimda qo'liga olib, bandamni juda go'zal yaratdim deb peshonamdan bir silab jo'natgandir. Siz qayerdan bilasiz? Har bittamiz mukammalmiz.